Bu yoqda yana bir minbar. Ishkal. O'tgan safar aytdik, odamlarga yoqmadi gapirgan gaplarimiz, keyin kanaldan o'chirishga majbur bo'ldik. Hozir bu yerda yana bitta ish bo'lgan. Hozir bitta ayolimda keladi, mana ko'rasizlar. Qo'lida bitta dona gel bor, bir dona, to'g'rimi? Bir dona gelni hozir qo'yadi. Biz bunga savdo qilmaganmiz, bizni ko'chadan endi o'tyapti. Hozir qo'shnidan ko'ylagini so'rayapti. Sekin u yoqdan gelni chiqarib, gelni ikkita qilib oldi. Lekin yomon usta ekan. Xo'sh. Yerdan hozir chiqib keladi. O'sha gelni ikkitasini ham olib, nariyoqqa qo'shniga qo'yadi. Keyin qaytib kelib bir blok pampers ham oladi. Hech qanaqangi to'lov qilgani yo'q bu yerda. Shu yoshi katta ayol ham bitta gelni ikkita qilib ketdi, ham bir blok pampers urib ketdi. Shunda ham odamlardan yana xunuk gaplar eshitamiz-mi? O'tgan safar xunuk gaplar eshitdik. Odamni aybini ommaga olib chiqmanglar deb. Xo'p, davom etaversa, ertaga qolganlarniki ham mashina bo'ladi-da. Mana ketdi bu ayol, hozir xatgadir o'ntga qo'yib keladi. Ham bu yoqqa qo'yib keladi. Mashina surilib, ancha-muncha narsa yig'ib ketadi bu ayol. Yuzini ham yaqin qilib bo'lmadi-da, chaplanib ketyapti. Ham pampers ko'tardi. Xo'p, xuddiki hozir pulni to'lagani kirib chiqadigandek bo'ladi-da. Do'konni eshigini labida turadi. Mana. Turadi. Qaytdi mana. Kirgani ham yo'q, hech qanaqa to'lov qilgani yo'q. Ketdi. Bir blok pampers ham qulab ketdi bu yerda. Shu bilan ketdi ana. Kim taniydi bu ayolni?